ham chiqib oldi va yo'lda davom etdi. Oldimdan bitta bola chiqib qoldi. Bolani endi kattami, botmi bu bilmadim xo'p. Yo'lda davom etdim. Yo'lda bagi topib olgandim, unga mindim va yana ketdim. Xo'sh. Yo'lda qayerdadir otishma bo'layotganda dropning oldiga qarab ketdim. Qarasam, drop yetmasa turib 2-3 ta odamlar turgan ekan. Bittasi yerda yotgan ekan, uni yiqitdik. U o'ldi va bu yerda yana ikkitasi qoldi. Ikkalasini ham yiqitdik. Sen haliyam uxlamadingmi? Sen haliyam TikTok ko'rib o'tiribsan. Darrov kirib uxla, tez bo'l. Tez kirib uxla, tez bo'l. Va ikkalasini ham o'ldirdik. Birinchisi o'zi o'lib Shofir qoldi. hammasi yaxshi bo'ladimi? Eson-omon uyimizga yetib olamizmi? Albatta, qo'rqmanglar. Hammasi meni nazoratim ostida. Va biz tomonga ikkita odam mashinada kelayotgan ekan, u ikkita panadan yashirindi. O, assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Sherigini otdi, meni yiqildimi, yiqilmadi bilmadim. Otib orqasidan kelib otib ketdi. O'sha chekkada yana bittasi bor ekan, meni uzoqdan urib yiqitishdi. Kim yiqitdi bilmay qoldim, ko'rmay qoldim. Xo'p, keyin tezda jonimni turganimdan so'ng tezda qochishga harakat qildim. Xo'p, arang o'zi tirik qoldim va mashinaga minib yo'lga chiqmoqchi edim. Miltiqda o'q kam ekan, miltiqda o'q topdim va mashinaga mindim va ketdim. Yo'lda bitta dumalab tushdim. Xo'p, qarasam odam bor ekan, o'zimcha drift qilib uni bosib ketmoqchi bo'ldim. Baribir bo'lmadi. Keyin ana yerda odam bor ekan, uni oldiga tushmoqchi edim, otib ketdi. Shu bilan video ham tugadi. Siz kanalga obuna bo'ling va like bosing. Bunaqangi videolar hali ko'p chiqadi. Hali sizlar bilan stream qilamiz. Obunachlar bilan birga ko'p o'yinlar o'ynaymiz va har xil challenge'lar ham qilamiz. Xayr do'stlar.